Tablolarga almashtirib. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Andijon moshina bozoridan Damas ishqibozlar uchun Damas qatori kelganmiz. Xudo xolasa zo'r qilib video chiqarishga harakat qilamiz. Sizlar bittadan like bosib, podpiska bosib qo'yinglar. Mana birinchi mashinamiz xudo xolasa 2025-yil 900 kilometrda Jimoj aka. 900 kilometr yurgan ekan. Sakadiskalar qo'yilgan. Hamma bezak qilingan. Xudo xolasa mashinamiz ichki holati o'ta go'zal mana. Mehr berib, poliklar bor. Malibu bar mana. Ajoyib barlardan olib qo'yishdi mana. Monitorlar bor. Ichki holatlari mana. Ichki go'zalini ko'rishdi. Mana mana. Mashina вообще udar mana. Kolonkalari bor mana. Monitor bor mana. Shu mashhur bardan qo'yib qo'yishdi. Sakadiska mana. To'rtta sakadiska. Kolonkalari bor. Ichida mana faralarigacha, stoplarigacha almashgan. Ha, mana chiroqlari ham almashgan. Mashina xullas mehr berib chiroq olib zo'r qilib tayyorlangan. Zadniy kamera bor. Poligacha shumka bo'lgan. Poli hamma yo'g'i shumka bo'lgan. Tomi ham, poli ham shumka bo'lgan ekan mana. Poliga oxirigacha ko'raverasizlar mana. Shumka bo'lgan mana. Kolonkalar ham kenut kolonkalar qo'yilgan. Original toza kolonkalar. Kolonkalar mana tozasidan qo'yib qo'yishdi akalarimda. Keyin o'rt kolonka ekan. Patolog qismlari, ichlari, xudo xolasa hamma yo'g'i ideal, go'zal holatda ekan. Sakadiskadan qo'yib qo'yishdi mana. Diskasi necha pullik bu so'ramasam? Diskasi $220. $220 mana diska olib taqib qo'yishdi. 4 ta mana. Ko'raverasizlar mana. Ichki holatini ko'rsatdim mana. Вообще udar ekan. Monitorlar bor mana. Telefon pastavka bor. Hamma narsasi bor. Mana shu yerga telefonni qistirib qo'yib ketaverasiz. Ideal holatda ekan. Yangi mana navrod qilingan, pul sarflangan, mehr berilgan Damas istab yurgan akalarimizning tayyor Damas 2025-yil. Hamma narsasi qilingan. Hozir aka bu narxi necha pul endi? 8800 deyapmiz kami. $8800. To'g'ri, $8800 kami bor deyapti mana. Ko'raverasizlar. Nomeringizni aytib berasizmi aka? Telefon nomeringiz. Telefon nomeringiz. Telefon nomeri 97lik. 97lik 39 71 00. 39 71 ga bemalol aloqaga chiqib akadan to'liq ma'lumot olasizlar. Faqat kech payt bezovta qilmaysizlar ekan mana. Mashina zo'r bo'ladi. Shomdan keyin Shomdan keyin telefon qilmaysizlar ekan, iltimos deyapti. Mana qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqarsin akamga. Navbatdagi mashinamiz 2025-yilda ishlab chiqarilgan mana oppoq mana Damas. 4 ta yumshoq balon bor, radnoy balon ekan, gaz balonlari bor ekan. Ko'raveramiz mana. Ichki holatlari mana. Polik tashab olamiz ekan, chexollar yaxshi holatda mana. Ichki holatlari normal. Mana 5279 kilometr yurgan ekan, magnitofonlar bor. Ichki holatlari zo'r mana. Orqa oynalar qoraytirilgan. Sidinalar mana o'rtasidagi ham hammasi bor. Orqasiga yotkizib qo'ydi. Orqa tomon ko'rinish holatlari mana. Ko'raveramiz. Gaz baloni bor. Mashinamiz ichki holatlarni ko'rsatdik. Ichki holatda mana. Aka buni manaqa joy ozgina shilinib qolibdi, maqsa bo'ladimi? To'g'rilasa bo'ladi? Puli necha pul buni endi? 7800 deyapmiz. 7800 kami bor xudo xolasa. Bo'lishi. Ha, bo'lishi. Nomeringizni aytib berasizmi? 93lik. 93lik 993 993 10 10 10. Shu raqamlarga aloqaga chiqib akadan to'liq ma'lumot olasizlar. Mana mashina tayyor 2025-yilda ishlab chiqarilgan 4 ta radnoy baloni bor. Gaz balon qo'yib qo'yilgan. Orqa oynalar qoraytirilgan mana. Damasga qiziqadiganlarga va yangisiga bemalol jo'natib yuborasizlar videoni. Qadrli obunachilar, jigarlarim, navbatdagi mashinamiz 23 ga 24 ekan. 4 ta yumshoq balon bor, qalpaklari bor. Mashina holati yaxshi holatda ekan. Ko'rishingiz mumkin, chexollari bor, top-toza zo'rdan qo'yib qo'ygan. Bar bor. 39 ming yurgan ekan. Tiga magnitofonlar bor, polik bor. Ichki holatlari yaxshi holatda mana. Akalar, mashina minishga tayyor ekan, xudo xolasa. Orqa tomon ko'rinish holatlari mana akalar. 107 ekan nomeram mana. Injiq ekan. Damas.
23 ga 24 mana. Yili eskiroq, puli yangiroq deb so'raganlarga mana. Aka puli necha pul buni aka? 7000 narsaga qimmatroq kelishadi. 7000 naqdga. Bozor qancha qildi o'zi? Motor. Hammasi farqli, ko'proq narsa so'rashadi. Nasiyaga qancha bersa, qancha oyga beradi? 2,5-3,000 bo'lsa 1 yilgacha kelishadi. 2000-3000 puli borga variantga kelishaveramiz. 2000-3000 dollar puli borga akalar 1 yilgacha variantga kelishaveramiz deyapti. Naqd pulga 7000 ekan. Hech qancha yurmagan mana. Mashina ideal holatda, minishga tayyor. Mana yozib qo'yibdi. Aka nomeringizni aytib bersin, telefon nomeringizni. 91 288 2501. Shu raqamlarga aloqaga chiqib, akadan to'liq ma'lumot olasizlar, lekin mashina ideal, zo'r holatda ekan. Hech qancha yurmagan ekan mana. Yurgan kilometr mana 39000 yurgan ekan mashinamiz. Zo'r holatda ekan. Ideal holatdagi Damas. Toza gazlari bor. Vatandoshlarim, navbatdagi mashinamiz 23 ga 24 dedingizmi? 24 ga 25. Qancha yurgan? 975 km. 975 kilometr yurgan ekan. 1000 bo'lmabdi hali. Ko'rinish holatlari mana ideal holatda. Radnoy balon ekana, 12 mi? 12 balonlari bor ekan. Ichki holatlari mana. O'lik bor, qo'l bor. Ichki holatlari mana ideal, yap-yangi mashina mana. Hech qancha yurmagan, 9000 yurgan ekan mana. Oynalari qoraytirilgan, zapaska balon bor. Gazi yo'q ekan aka? Bor. Gazi bormi? Metanmi? Metan gazlari bor ekan. Aka puli necha pulini qizig'i buni? 77 ta. 77 ta kami bor xudo Endi xolasa. o'tib beramiz 70. Bozor qancha qildi o'zi bu? Endi kelishga so'rashadi. Nomeringizni aytib bersangiz. 88 lik 990 4990. Shu raqamlarga aloqaga chiqib, akadan to'liq ma'lumot olasizlar. Mana yap-yangi tayyor mashina, hech qancha yurmagan mana. Balonni o'zingizga moslab o'rnich qo'yib olasiz. Xolasangiz metan gazlari bor ekan. Metan gazlar bor mana. Mashina pastcha yangi mashina. Zapaska balon bor ekan. Zapaska balon bor. Ko'raversan mana Damasga qiziqqanlarga mana 24 ga 25. Jigarlarim, vatandoshlarim, navbatdagi mashinamiz mana mokri asfalt rangidan, boshqacha rangidan. Yili 25 mojik? 24 ga 25 ekan mana. Ko'rinish holatlari mana 4 ta yumshoq yangi balon qo'yib qo'yishdi, qalpoqlarga qo'ygan. Mana ichlari holatlari mana. Chexol zo'rini kiydirib qo'yibdi, barlar qo'yib, chiroyli qilib mehr berib qo'yishgan. Ichki holatlari ham ideal zo'r holatda turibdi. Atigi 23000 kilometr yo'l bosib o'tgan, magnitofonlar bor, radnoy. Xullas, mashinaga gap so'z yo'q keladi. Ichki holatlarni ko'rib turibsizlar mana. Zo'r holatda. Hamma yo'q shunga bo'lgan-a? 100% shunga bo'lgan ekan. Akalar mana tayyor mashina. 24 ga 25. Pul necha pul endi aka buni? 6800 deb tushib beramiz. 6800 dollar o mana arzon ekan. 6800 dollardan tushib beramiz deyapti aka. Aka nomeringizni aytib bersin. 33lik 580 50-30 raqamlarga akaga aloqaga chiqasizlar. Bemalol liboy dokument bo'laveradi. Dokumentdan ijarachilik yo'q. Faqat naqdga Bank ham beramiz. bank ham bo'laveradi. Barter ham qilamiz. Yil eski odamlar bo'lsa Yil eski odamlar bo'lsa barter ham qolaveramiz debdi. Bank yo'li ham bo'laverar ekan mana. Ko'ra olamiz. Yaxshi holatdagi emas. Nomeringizni aytding? Hozir nomerga mana bemalol aloqaga chiqasizlar. Akamda mana tiniqda emas mana. Menga qorasidan bo'lsin deganlarga mana qop qora damas. Ko'ra olasizlar mana. Orqa tomon ko'rinish holatlari. Kartalarni ochib beraymi? Bir ochingchi. Mana orqa tomon akalar, yap-yangi mashina mana. Sizlar shumka dedimmi? Shumkasi bor-a? Bo'ldi mana. Shumka bo'lgan mana. Ponni shumka bo'lgan mana. Orqa tomon mana ko'rinish holatlari mana. Hamma yo'q joyida. Ideal mashina. 22000 yurgan ekan mana. Kraskasi top-toza, hech yerda ishlasa bo'lmagan. Top-toza ekan. 4 ta 13 balonlari bor mana. Yap-yangi. Xabar. Xullas bunga hech qanaqa rasxod qilish kerak yo'q. Olasan, minasan degan mashina ekan mana akalar.
Qadrli obunachilar, jigarlarim, vatandoshlarim, mana navbatdagi mashinamiz 2021-yilda ishlab chiqarilgan 67 ming yurgan. Kraskasi top-toza, mexanikaga, metan gazlari bor. Mana aloqa uchun 94lik 925 56 78 shu raqamga aloqa chiqaverasizlar. Polni shumka bo'lgan ekan, 4 ta yumshoq baloni bor, saka diskalari qo'yib qo'yilgan. Ichiga mehr berib, rosa chiroyli qarab qo'yishgan. Ko'ra qolasizlar. Ichki holatlari barlar bor. Holatlar ideal. Olasan, minasan degan mashina mana. 80 ekan. Hozir ekan nomeri 80 ni dokument qanaqa bo'ladi? Bo'laveradi. Xolasi o'tkazib oladi, xolasi generalniy chiqadi deyapti. Old tomonda nomeri yo'q ekan. Ko'ra olasiz. Saka diskani zo'rini qo'yib qo'yishdi mana. Diska qo'yaman demaydi. Hamma o'z joyida. Motor hadoy kalibga mos yo'q. Kamchilik yo'q, xudo xohlasa. Xolasiga xolasa bo'ladi. Ha. Nomida. Puli necha bo'ladi? 6000. 6300 kami bor. 6300 dollar kami bor. Shu yerda ham ustida. Ha, ozgina sanaqa baraka qilganda tushib berar ekan. Telefon nomeri shu hozir aka. Telefon nomeri bizda 94lik 925 56 78 raqamlarga aloqaga chiqsanglar. Ko'rasiz, navbatdagi mashinamiz mana, bu ham 80 ekan. Bu ham 2023-yilda ishlab chiqarilgan, 15 ming yurgan, petnosi bor, mexanik ekan, metan gazlari bor ekan. Ko'rasizlar mana 12 balonlar. Chexollarni yaxshisini chiroylisini taqib qo'yishdi. Polilar bor. Ko'rasizlar mana akalar. Mashina ideal holatda. 155 ming yurgan ekan mashina. Xudo xolasa mana yili yangiroq 2023 mana. Bu ham liboy dokument bo'laveradi. Puli necha pul buni? 6500 dollar kam bor ekan. 6500, 6300 kami bor. Ko'rasizlar. Tanlov o'zingizlardan mana. Buni saka diskasi bor, 12 baloni bor ekan. Polilar bor mana. Ichki holatlari mana. Bunda ham magnitofon bor. Hamma yo'q joy-joyida. Bosh orasizlar. Bunga ham hozirgi nomermi? Yozib qo'yganmi? Ha, shu. Bunisiga ham mana shu raqam ekan. 94lik 925 56 78. Bu mashinaga ham. Ikkovi mashina ham bitta odam bor. Ko'rasizlar. Tanlov o'zingizlardan. Tanlab xolasizlar. 23 xolasida 21. Saka diskasi bor, jicha mehr berilgan, bu 23. Bu boydagi met bo'laveradi hozir. Hamma joy-joyida ekan. Jigarlarim mana, navbatdagi mashinamiz oppoq rangda 2018-yilda ishlab chiqarilgan. Aka, motor hadovoy korobkasi qanaqa? Yaxshi. Hamma joyida. Kraskasi qanaqa? Toza. Kraskasi top-toza. Ko'rasiz. Yurgani qancha? 165 ming yurgan ekan. Holatlari mana. Xohlasa yaxshi holatda ekan. Ichki holatlari mana. Chexollar bor. Polik tashab olasiz o'zingiz. Magnitofonlar bor. 165 ming yurgan. Ichki holatlari mana. Yaxshi holatda ekan. Ko'rasizlar. Hamma yo'q tiniq. Kraskasi, motor, hadovoy korobka, most ovozi yo'q. Puli necha pul aka buni qizi? 5,5 deyapti. 5500 kami bor. Bozor qildimi? Yo'q, endi Birinchi bozormi? Nomeringizni aytasiz? 90lik. 90lik 529 0204. 529 0204. Shu raqamlarga aloqaga chiqib akadan to'liq ma'lumot olasizlar. 2018-yilda ishlab chiqargan, puli yengillamasi istab yurgan akalarga mana jo'natib yuborasizlar mana. Yaxshi holatdagi damas. Ve jigarlarim, qadrdonlarim, navbatdagi damasimiz 2025-yilda ishlab chiqarilgan 2400 km, 8100 kami bor debdi mana. Mana ma'lumotlar. Telefon nomeri 93 250 74 12. 6 oygacha variantga ekan mana, ko'ra olinglar. Yap yangi damas mana. 4 ta o'zining radnoy baloni bor, shumkalar bo'lgan. Mana. Chexollar mana. Yurgani 2400 mi yo 24 ming? 2400 ekan, matofonlar radnoy mana. Bitta narsa ko'rsataymi mana. Zapaska balon, 4 ta mana qalpak, damkirat kulich, hamma narsasi bor ekan mana. Xullas mashina joyi to'xtatganda nimasi uğrash kelsa hamma narsa bor ekan. Mana ichki holatlari mana. Chexol poligini o'zingizlar chiroyli qilib mehr berib didillarga moslab qo'yasizlar mana. Lekin shuncha qilib qo'yilgan. Gazi, metan gazlari bor ekan. Ana holatlari mana. 2025. Do'stim bosyapsizmi do'stim? Aha, bosyapti, toshni.
2025-yilda ishlab chiqarilgan 2400 yurgan 8100 kami bor deyishyapti. Ko'ra olinglar mana. Telefon nomeri 93 250 74 12. Yana bir bor aytib o'tay, mashina hamma yo'g'i shuncha bo'lgan ekan. Maytfon ko'rsatib beraman. Radnoy maytfonlar masalan chiqadi 2025 da. 8100 kami bormi tog'a? Ha, sizdan emas. Ko'ra oylar buni ham yangi 2025 dan. Qadrdonlarim, jigarlarim, navbatdagi mashinamiz 2025-yilda ishlab chiqarilgan. O'ta go'zal, rosa mehr berilgan. Endi nima kerak hamma narsa tiqilgan mashinaga. Mana mashina. Ha, mehr berib mana mejigar pultlari ham bor ekan mana. Monitor, bar, hamma narsa qo'yilgan. Ichki o'rni, sizdinalar. Jentran sizdinasi qo'yilgan ekan. Ichki holatlari mana akalar, ko'rib turganlaridek mana magnitofon, kolonka hamma narsasi bor mana. Eng qizig'i sizdinani boshqasi. Jentran sizdinasini qo'yib qo'yishibdi. Mashinamiz hech qancha yurmagan ekan. 4 ta yumshoq baloni bor, kalpaklari bor. Hamma yo'g'i ijod holatda ekan. Mana damkiratlar bor ekan mana. Shunga bo'lgan. Gaz baloni ham bor ekan hozirgi. Puli nech pul deysiz buni? 86 dan. 8600 dollar kami bor. Ichki holatlari akalar. Bu qanaqa sizdina bu oldidagi? Gentra, Captiva, Nexa 3 xil. Terilgan. Qilingan. Xullas mehr berib chiroyli qilib tayinlangan. Nomeringizni aytib berasizmi o'zi? Mana mashina oldi. Mana nomer. 93 250 74 12 ekan mana. 6 oygacha variant bo'ladimi 6 oygacha? 8300 kam bor ekan, 25 ekan mana. 2400 yurgan ekan. Buni ham puntlari bor ekan. Bunga ham mehr berilgan ekan mana. Ko'rasizlar, monitorlar qo'yib mana. Chiroyli qilib tashab qo'ygan. Yordan tashkar qo'ydi. Ko'rasizlar. Poli tashab olsanglar bo'ldi, boshqa kamchiligi yo'q. Yangi. Radnoy baloni bor ekan, 4 ta, 12 balon. Nomer so'raganlarga mana qaytarib o'tamiz. Propani bor ekan. Benzinda harakatlanar ekan. Shumka qilingan mashinamiz. Mana. Ko'rinish holatlari akalar. Qalpaqlarni ilib qo'yishdi, qalpaqlari bor ekan. Xullas, zapaska balon bor mana. Rasxod qilish kerak yo'q. Shumka qilingan. Qimmat shumkada ishlatilgan. Ko'raverasizlar. Bitta, ikkita Damas bor. Ikkovi ham 2025. Unga balon qo'yilgan, bunga 12 balon qo'yilmagan. Telefon nomeri 93 250 74 12. 6 oygacha variantga chiqar ekan. Ko'raverasizlar. Vatandoshlarim, qadrli obunachilar, mana sizlarga 2021-yilda ishlab chiqarilgan Damas. Oppoq. 4 ta 12 baloni bor. Kraskasi qanaqa buni? Ha, eshikda bor xolos. Eshikda bor xolos. Qolgan yeri top toza. Top toza. Motor hadovoy korobka joyida. Mo'sta ovozi yo'q. Ko'targancha bosadi. Bo'laveradi. Ko'raveramiz burada. Ichki holatlari mana, poli bor, chexol bor, mana ichki holatlari xudo xolasa yaxshi holatda ekan. Yurgani 160 ming yurgan ekan. Puli nech pul aka buni endi? 6000 deyapsiz kamini qilib beramiz. 6000 dollar kami bor xudo xolasa. Bozor qancha qildi o'zi? Endi mana. Endimi? Birinchi bozor ha? Birinchi. Nomeringizni aytib berasizmi? 33lik. 33lik 490 490 35 35 75. 35 75 raqamlarga aloqaga bemalol chiqaverasizlar. Liboy dokument bo'laveradi. Generalni ham oddiy davriyasi ham bo'laveradi. Damas, yili eskiroq, puli yangiroq Damas. Faqat naqd pulga chiqadimi? Variant bank yo'li yo'q-ku. Yo'q, bankka bermaymiz. Faqat naqd pulga chiqadi. Buni bemalol aloqaga chiqaverasizlar ekan. Jigarlarim, navbatdagi mashinamiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan 117 ming yurgan. Kraskasi top toza deyapti, mexanik ekan. Metan gazlari bor. Puli 6400 dollar deyapti. Telefon nomerlarimiz 95lik 821 21 48 ekan.
Mashina haqida hozir ma'lumot olamiz. Aka, motor ходовой korobkasi joyida, kraskalari yo'q. Yo'q, toza. Top-toza ham yo'q. Chep-cherik to'pkalari bor ekan. Ichki holatlari, poli bor, chexol bor, interfollarimiz bor mana. Ichki holatlari zo'r holatda. Chexollarni chiroyli taqib qo'yish kerak. Mana akalar mashina mana kiraga tayyor mana sizinani olib tashlagan. Olasiz kirani bosasiz mana. Shaharda yursangiz ham bo'laveradi. Normalniy holatda mashina mana. Ha, shunga bo'lmagan ekan. Aka, bozor necha pul qildingmi? 6000 ga bermadik, ko'rsa beramiz, xudo xohlasa. 6000 tepasida bitadi, xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Birodar bitadi. Telefon nomerini aytib qo'ying. 95lik. 95lik 821 821 21 21 48. 48. Bemalol akamga aloqaga chiqib, Kelishaveramiz, Libo hujjat chiqadi. ha. Liboy hujjat chiqadi, bankka va qanaqa ham bo'laveradi variantda. Yo'q, variant bo'lmaydi, bankka bera olaman. Bankka necha puli bor ekan? 1,5 ming bilan chiqaradi. 1,5 ming bilan chiqaradi. 1,5 ming dollarga akalar mana damas. 1,5 ming dollar puli bo'lsa, qolganini bankdan chiqaradi deb aytishyapti. Mana 2023-yilda ishlab chiqargan, 117 ming yurgan. Yerda rektopkasi bor ekan, lekin holatlari yaxshi holatda mana. Yana ma'lumotlar akalar sizlarga 6400 kami bor ekan. Naqd pulga 6000 tepasi chiqadi deyapti. Tushib beraman deyapti. 1,5 ming puli borga bankdan bank chiqaradi deyapti.